Agar eshigingizni militsiya taqillatsa, undan ham yomoni oching, bo'lmasa buzib kiramiz desa, ko'pchilik odam vahimaga tushadi. Ochsam nima bo'ladi? Ochmasam nima bo'ladi? Telefonni olsam bo'ladimi? Video olsam bo'ladimi? Advokat chaqirsam bo'ladimi? Bu ma'lumot har bir o'zbekistonlikka, ayniqsa bunday yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan, uy-joyi, oilasi, farzandi, ota-onasi bor har bir inson uchun juda muhim. Chunki bunday vaziyat faqat jinoyatchilar bilan bo'lmaydi. Ba'zan adashib kelishadi. Ba'zan qo'shnining ishi sabab kelishadi. Ba'zan qarindoshingizni qidirishadi. Ba'zan esa haqiqatan ham qonuniy tergov harakati bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Militsiya qachon uyga kirishi mumkin? Qachon eshikni buzib kirishi mumkin? Siz nima qilishingiz kerak? Qanday xatolardan saqlanish kerak? Keyin qayerga shikoyat qilish mumkin? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu videoni saqlab qo'ysangiz, bir kun o'zingizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lishi mumkin. Avval odamlar ko'pincha bunday o'ylardi. Militsiya kelsa, demak ochish kerak. Nima desa qilish kerak. Qarshilik qilsam o'zimga yomon bo'ladi. Bu fikrning ildizi eski qo'rquvlarga borib taqaladi. Ko'p oilalarda organ bilan tortishma, militsiya bilan gap talashma degan tushuncha bor. Lekin bugun qonuniy o'ng o'chdi. Odamlar o'z huquqlarini bilishni boshladi. Telefon orqali video yozish imkoniyati bor, advokat chaqirish imkoniyati bor, davlat organlari ustidan shikoyat qilish mexanizmlari bor. Lekin boshqa tomondan tartib ham murakkablashgan. Hozir tezkor tadbirlar, qidiruv, tintuv, dalillarni saqlab qolish, qochoq shaxsni ushlash, oilaviy zo'ravonlik, giyohvandlik, firibgarlik, kiberjinoyat kabi ishlar bo'yicha ichki ishlar xodimlari uyga kelishi mumkin. Ayrim holatlarda ular oldindan ogohlantirib keladi. Ayrim holatlarda esa kechasi, erta tongda yoki to'satdan kelishi mumkin. Demak, masala oddiy emas. Bir tomondan uy-joy daxlsizligi bor. Ikkinchi tomondan qonunda ko'rsatilgan holatlarda davlat organlari kirishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Uy-joy daxlsizligi bu shunchaki chiroyli ibora emas. Uyga egasining roziligisiz kirish, tintuv qilish, buyumlarni olib ketish, xonalarni ko'zdan kechirish faqat qonunda belgilangan asoslarda bo'lishi kerak. Odatda bunday harakatlar uchun tegishli protsessual hujjat, ya'ni qaror, ruxsat tergovchining hujjati, sud yoki prokuror sanksiyasi talab qilinishi mumkin. Lekin kechiktirib bo'lmaydigan holatlar ham bor. Odam hayoti xavf ostida bo'lsa, jinoyat sodir etilayotgan bo'lsa, gumon qilinuvchi shu uyga kirib ketgan bo'lsa, ichkarida yordam so'rayotgan odam bo'lsa, yong'in, portlash, zo'ravonlik kabi xavf bo'lsa, militsiya tez harakat qilishi mumkin. Asosiy qism nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Eng muhim qoida. Militsiya keldi degani avtomatik ravishda eshikni buzishga haqli degani emas. Eshikni buzish eng oxirgi chora bo'lishi kerak. Agar siz uyda bo'lsangiz, olsangiz, eshik ortidan gaplasha olsangiz, hujjatlarni ko'rsatishni so'rasangiz, vaziyatni aniqlashga harakat qilsangiz, xodimlar ham o'zlarini tanishtirishi, nima sabab kelganini aytishi imkon bo'lsa hujjatni ko'rsatish kerak. Masalan, birinchi vaziyat, ertalab soat 7:30da eshik taqilladi. Ichki ishlar oching deyishdi. Siz uyda yolg'izsiz. Bu paytda birinchi xato vahima bilan eshikni lang ochib yuborish. Ikkinchi xato umuman javob bermasdan jim turish. To'g'ri yo'l. Eshik ortidan sokin ovozda iltimos, o'zingizni tanishtiring. Qaysi bo'limdansiz? Familiyangiz, lavozimingiz, kelish sababi nima deb so'raysiz. Agar ko'cha bo'lsa qaraysiz, agar domofon bo'lsa gaplashasiz. Xizmat guvohnomangizni ko'rsatib turing, men ko'rib olay deysiz. Agar ular tintuvga keldik desa, tintuv bo'yicha qaror yoki ruxsat hujjatini ko'rsating, advokatimga qo'ng'iroq qilaman deysiz. Ikkinchi vaziyat, soat 23. Dardmoda qattiq taqillatishdi, ochmasang buzamiz deyishdi. Sizning uyingizda 3 nafar voyaga yetmagan bola bor. Bunday holatda hissiyot kuchli bo'ladi. Lekin siz eshik oldiga borib, telefon ovoz, yozuv yoki video rejimiga qo'yib, men eshik ortidaman, iltimos, sababni tushuntiring, hujjatni ko'rsating. Uyda bolalar bor. Agar qonuniy asos bo'lsa, men qarshilik qilmayman, lekin advokat chaqiraman va jarayonni videoga olaman deb aytishingiz mumkin. Bu gaplar juda muhim. Chunki keyin nizoli holat bo'lsa, siz hamkorlik qilganingiz, lekin huquqingizni talab qilganingiz ko'rinadi. Uchinchi vaziyat. Militsiya sizni emas, qo'shningizni yoki ijarachini qidirib kelgan. Masalan, xonadoningizda oldin yashagan odam kredit firibgarligi bo'yicha qidirilmoqda.
Siz bu odamni tanimaysiz yoki u 2 yil oldin ko'chib ketgan. Bunday vaziyatda hujjatsiz uyga kiritish shart emas. Siz shunday deysiz. Bu shaxs bu yerda yashamaydi. Men hujjatlarimni ko'rsatishga tayyorman. Lekin uyimni ko'zdan kechirish uchun qonuniy asosni ko'rsating. Agar ular ro'yxatdan o'tganlik, ijara shartnomasi, kadastr hujjati, pasportingizni so'rasa, eshik oldida ko'rsatish mumkin, lekin uy ichini aylanib chiqish boshqa masala. Ko'zdan kechirish va tintuv bir xil emas, lekin ikkalasida ham qonuniy tartib bo'lishi kerak. 4-vaziyat haqiqatan ham og'ir holat. Masalan, ko'chada odamni pichoqlagan gumonlanuvchi sizning podezdingizga yugurib kirgan. Militsiya uning aynan sizning kvartirangizga kirganini aytayapti. Yoki ichkaridan ayol kishi yordam bering deb baqiryapti. Yoki bolaga zarar yetayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday vaziyatda militsiya tezkor kirishi mumkin. Hatto eshikni buzish masalasi ham qonuniy baholanishi mumkin. Chunki bu yerda asosiy maqsad dalil qidirish emas. Odam hayotini saqlash, jinoyatning oldini olish yoki gumonlanuvchini ushlash bo'ladi. Siz bunday paytda jismoniy qarshilik ko'rsatmasligingiz kerak. Chunki qarshilik sizning o'zingizga nisbatan alohida ma'muriy yoki jinoiy muammo tug'dirishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Agar uyda noqonuniy buyumlar bo'lsa, ro'yxatsiz qurol, giyohvandlik vositalari, soxta hujjatlar, jinoyatga aloqador telefonlar, karta va sim kartalar bo'lsa, albatta xavotir bor. Lekin men bu yerda boshqa toifani ham aytaman. Huquqini bilmaydigan odam ham xavf ostida, chunki u qonuniy va noqonuniy talabni farqlay olmaydi. Masalan, xodim telefoningni ber desa, u parolini ham aytib yuboradi. Hamma xonani och desa, ochadi. Bu qog'ozga imzo qo'y desa, o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin esa men bilmagan edim deydi. Qonunda bilmaslik har doim ham himoya bo'la olmaydi. Kim vahimaga tushmasligi kerak. Agar sizning yashiradigan narsangiz bo'lmasa ham, baribir tartibni talab qilishingiz kerak. Chunki huquqni talab qilish aybdorlik belgisi emas. Men advokat chaqiraman deyish ham aybdorlik belgisi emas. Videoga olish ham. Agar siz tergov sirini oshkor qilmayotgan, xodimning ishiga xalaqit bermayotgan bo'lsangiz, odatda o'zingizni himoya qilish vositasidir. Eng muhimi, videoga olayotganda provokatsiya qilmang. Xodimning yuziga telefon tiqmang, haqorat qilmang, yo'lini to'smang. Birinchi nozik jihat, militsiya degan har qanday odam militsiya bo'lavermaydi. Forma bo'lishi mumkin. Lekin hujjat bo'lmasligi mumkin. Fuqarolik kiyimida kelgan tezkor xodim ham bo'lishi mumkin. Lekin u ham o'zini tanishtirish kerak. Siz xizmat guvohnomasini ko'rishni so'rashga haqlisiz. Guvohnomani qo'lga berishi shartmi yoki yo'qmi? Bu alohida masala. Lekin hech bo'lmasa ko'rsatishi, familiyasi va bo'limini aytishi kerak. Agar shubhangiz bo'lsa, meni ichiga qo'ng'iroq qilib, mening manzilimga falon bo'lim xodimlari keldi, tekshirib bering deyishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Profilaktik suhbat bilan tintuvni aralashtirmang. Profilaktika inspektori kelib mahalladagi nizoni o'rganishi, ro'yxat masalasini so'rashi, himoya orderi bo'yicha suhbatlashishi mumkin. Lekin profilaktik suhbat bahonasida shkaflarni ochish, telefonni tekshirish, pullarni sanash, kompyuterni ko'rish odatiy suhbat doirasiga kirmaydi. Agar xonalarni ko'rmoqchi bo'lsa, iltimos, bu qaysi protsessual harakat, asosiy hujjatni ko'rsating deb so'rang. Uchinchi nozik jihat, o'zingiz rozi bo'ldingiz-ku degan tuzoq. Amaliyotda ba'zan odamga biz shunchaki ko'rib chiqamiz, muammo yo'q deyishadi. Odam rozi bo'ladi. Keyin ichkaridan biror buyum topilsa, uy egasi roziligi bilan kirildi deyiladi. Shuning uchun, agar siz huquqiy oqibatini tushunmasangiz, shunday deyishingiz mumkin. Men qonuniy talabga qarshi emasman. Lekin tintuv yoki ko'zdan kechirish faqat tegishli hujjat bilan va advokat ishtirokida o'tkazilishini so'rayman. Bu gap sizning pozitsiyangizni aniq qiladi. 4-nozik jihat, guvohlar va xolislar. Tintuv olib qo'yish. Ko'zdan kechirish kabi harakatlarda odatda bayonnoma tuziladi. Xolislar ishtiroki, video qayd, ishtirokchilarning imzosi, topilgan narsalarning aniq tavsifi muhim. Agar xolis sifatida kimlar kiritilganini ko'rsangiz, ularning familiya ismi, telefon raqami, manzili bayonnomada bor yo'qligiga e'tibor bering. Bir dona qora rangli telefon deb yozilsa ham, modeli, ayni raqami, holati, qopqog'i, sim kartasi, xotira kartasi, ekran sinig'i bor yo'qligi yozilishi kerak. Aks holda keyin almashtirish, noto'g'ri talqin qilish xavfi tug'iladi. 5-nozik jihat, bayonnomaga imzo qo'yish. Eng katta xatolardan biri imzo qo'ymasam yomon bo'ladi deb hamma joyga imzo qo'yish. Siz bayonnomani o'qishga haqlisiz,
Agar sizga o'qishga bermasa, bu haqda yozing. Bayonnoma to'liq o'qib chiqishimga imkon berilmadi. Agar norozilik bo'lsa, e'tirozim bor deb yozing va nima e'tiroz ekanini qisqa yozing. Uyga kirishdan oldin hujjat ko'rsatilmagan. Advokat chaqirishga imkon berilmadi. Topilgan buyum menga tegishli emas. Buyum qayerdan olingani aniq ko'rsatilmagan. Xolislar jarayon boshdan qatnashmadi. Imzo qo'yish har doim rozi bo'ldim degan emas. Agar yoniga e'tirozingizni yozsangiz, 6-nozik jihat. Bolalar, ayollar, keksalar bor uy. Agar uyda bola, homilador ayol, kasal odam, nogironligi bor shaxs bo'lsa, siz buni darhol ayting. Uyda yurak kasali bor, tez yordam chaqirishimiz kerak. Uyda voyaga yetmagan bolalar bor. Ularni alohida xonaga o'tkazishga ruxsat bering. Ayol kishining shaxsiy xonasi, kiyimlari bor, iltimos tartibga rioya qiling. Bu nafaqat insoniy masala, balki keyingi baholash uchun ham muhim. 7-nozik jihat. Telefon va parol. Xodim telefonni olib qo'yishi mumkin bo'lgan holatlar bor, masalan, jinoyat ishiga dalil sifatida. Lekin parolni aytish, yozishmalarni ko'rsatish, bank ilovasini ochish, shaxsiy suratlarni ko'rsatish masalasi juda nozik. Siz telefonim bo'yicha har qanday protsessual harakat qonuniy tartibda bayonnoma bilan advokat ishtirokida amalga oshirilishini so'rayman deyishingiz mumkin. Bank kartalari, SMS kodlar, elektron hamyonlar, kripto hamyonlar bo'yicha ayniqsa ehtiyot bo'ling. Hech qachon SMS kodni aytmang, bu keyin moliyaviy zarar keltirishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar hozir eshigingiz oldida militsiya turgan bo'lsa, nima qilasiz? Birinchi qadam, xavfsizlikni ta'minlang. Uyda bolalar bo'lsa, ularni eshikdan uzoqroq xonaga o'tkazing. Gaz plitasi yonib turgan bo'lsa, o'chiring. It bo'lsa bog'lang. Eshik oldida janjal qiladigan odam bo'lsa, uni tinchlantiring. Chunki vaziyat keskinlashsa, eng avval o'zingiz zarar ko'rasiz. Ikkinchi qadam, eshik o'rtadan muloqot qiling. Kim keldi? Qaysi bo'lim? Kelish sababi? Hujjat bormi deb so'rang. Bu savollarni hurmat bilan bering. Sizlar kim bo'libsizlar deb haqoratli ohangda emas, iltimos, qonuniy tartibni tushuntiring deb so'rang. Ohang juda muhim. Sizning maqsadingiz janjal emas, dalil yig'ish va huquqni saqlash. 3-qadam, milliy ichiga qo'ng'iroq qiling. Mening manzilimga ichki ishlar xodimlari kelganini aytishmoqda. Men xavfsizlik uchun tekshirmoqchiman. Ular falon bo'limdan falon familiya deyishyapti. Iltimos, tasdiqlab bering deng. Qo'ng'iroq vaqtini yozib qo'ying. Agar operator raqam bersa, saqlab qo'ying. 4-qadam, advokatga qo'ng'iroq qiling. Agar sizda doimiy advokat bo'lmasa, yaqinlaringizga yozing. Menga advokat toping, manzilimga yuboring. Advokat kelguncha hamma narsa to'xtashi shart bo'lmasligi mumkin, ayniqsa kechiktirib bo'lmaydigan holat bo'lsa. Lekin siz advokat so'raganingizni qayd eting. Men advokat ishtirokini so'rayman degan gapni bir necha marta takrorlang va bayonnomaga yozing. 5-qadam, hujjatni ko'ring. Agar tintuv bo'lsa, qarorda manzil to'g'ri yozilganmi? Kimning uyida o'tkazilishi ko'rsatilganmi? Qaysi ish bo'yicha qaysi buyumlar qidirilayotgani, kim tomonidan ruxsat berilgani, sana va imzo bor yo'qligini tekshiring. Masalan, qarorda 25 uy, birder xonadon yozilgan, siz 15 xonadonda yashaysiz. Bu juda jiddiy farq. Yoki qarorda boshqa tumandagi manzil yozilgan bo'lsa, darhol e'tiroz bildiring. Lekin baribir jismoniy to'sqinlik qilmang. E'tirozingizni yozma va video orqali qayd qiling. 6-qadam, jarayonni yozib boring. Telefoningizda video yoqing, lekin xodimlarning ishiga xalaqit bermang. Agar videoga olmang deyishsa, men o'z uyimda o'z huquqlarimni himoya qilish uchun qayd qilyapman, tergov sirini tarqatmayman, jarayonga xalaqit bermayman deb ayting. Agar telefoningizni olib qo'yishsa, qaysi xodim oldi, qachon oldi, bayonnomaga kiritildimi? Shuni so'rang. 7-qadam, har bir olib qo'yilgan buyumni yozdiring. Telefon, notebook, flashka, hujjat, pul, karta, zargarlik buyumi, daftar, hatto eski sim karta bo'lsa ham bayonnomada aniq yozilishi kerak. Pul bo'lsa miqdori, valyutasi, kupyura soni yozilsin. Masalan, 500 AQSh dollari emas, 5 dona 1 dollarlik kupyura deb yozilishi ma'qul. Agar pul sizning oyligingiz, to'y puli yoki biznes savdongizdan bo'lsa, keyin buni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. 8-qadam, bayonnoma nusxasini oling. Jarayon tugagach sizga bayonnoma nusxasi berilishini so'rang. Agar bermasa, bayonnoma nusxasi berilmadi deb yozing yoki videoda ayting. Nusxa keyingi shikoyatning asosiy dalili bo'ladi. 9-qadam, tibbiy zarar bo'lsa darhol qayd qiling. Agar eshik buzilganda kimdir jarohat olsa, itarish,
qo'l qayirish, urush bo'lsa tez yordam chaqiring. Tibbiy ma'lumotnoma oling, jarohatlarni suratga oling. Eshik, qulf, devor, mebel shikastlansa, fotosurat va video qiling. Usta yoki baholovchidan xarajat smetasini oling. Keyin zarar undirish masalasi ko'tarilishi mumkin. 10-qadam shikoyat qiling. Agar siz uyga kirish noqonuniy bo'lgan deb hisoblasangiz, bir nechta yo'nalish bor. Birinchisi tuman yoki shahar prokuraturasiga yozma shikoyat. Ikkinchisi ichki ishlar organining yugurib turuvchi boshqarmasiga shikoyat. Uchinchisi sudga murojaat qilish, ayniqsa protsessual harakat ustidan yoki yetkazilgan zararlar bo'yicha. To'rtinchisi inson huquqlari bo'yicha vakil, ya'ni ombudsmanga murojaat qilish mumkin. Shikoyatda his-tuyg'u emas, fakt bo'lsin. Sana, vaqt, manzil, xodimlarning familiyasi, guvohlar, video borligi, qanday hujjat ko'rsatilgani yoki ko'rsatilmagani, nimalar olib qo'yilgani, qanday zarar yetgani. Shikoyat matni taxminan shunday boshlanishi mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Falon sana, falon vaqtda o'zini ichki ishlar xodimi deb tanishtirgan shaxslar uyimga kelib, eshikni majburan ochishdi yoki buzib kirishdi. Kirishdan oldin menga tegishli hujjat ko'rsatilmagan yoki hujjat bilan tanishishga imkon berilmagan. Advokat chaqirish haqidagi iltimosim inobatga olinmagan. Jarayon davomida falon buyumlar olib qo'yildi. Bayonnomada falon kamchiliklar bor. Ushbu holatlarni tekshirib, qonuniy baho berishingizni, aybdor shaxslarga chora ko'rishingizni va menga yozma javob berishingizni so'rayman. Shikoyatga video skrinshotlari, bayonnoma nusxasi, tibbiy ma'lumotnoma, zarar fotosuratlari, guvohlarning telefon raqamini ilova qiling. Yana bir amaliy maslahat, oilangiz bilan oldindan kelishib oling. Uyda hamma bilsin. Militsiya kelsa, hech kim baqirmaydi. Hech kim xodimni itarmaydi. Hech kim men seni tanimayman deb haqorat qilmaydi. Bitta odam gaplashadi, bitta odam videoga oladi, bitta odam advokat yoki qarindoshga qo'ng'iroq qiladi. Bu oddiy reja favqulodda vaziyatda ko'p xatolarning oldini oladi. Yana bir maslahat, hujjatlaringizni tartibda saqlang. Uy kadastri, ijara shartnomasi, ro'yxatdan o'tganlik, pasport nusxalari, biznes hujjatlari, qimmat buyumlar cheki, pul kelib chiqishini tasdiqlovchi hujjatlar alohida papkada bo'lsin. Chunki tintuv paytida bu pul qayerdan degan savol bo'lsa, siz keyin isbotlashga qiynalmasligingiz kerak. Eng muhim ogohlantirish. Hech qachon jismoniy qarshilik qilmang. Eshikni ichkaridan tirab olish, xodimni itarish, qo'lidan ushlash, formasini tortish, haqorat qilish, buyumni yashirish, dalilni yo'q qilish sizga qarshi ishlaydi. Sizning kuchli qurolingiz musht emas, qonuniy talab, video, advokat, bayonnomadagi e'tiroz va shikoyatdir. Agar ular haqsiz bo'lsa ham, buni o'sha joyda urish emas, keyin dalillar bilan isbotlash kerak. Demak, militsiya eshikni buzib kirishi har doim ham qonuniy emas, lekin ayrim favqulodda holatlarda qonuniy bo'lishi mumkin. Sizning vazifangiz vahimaga tushmaslik, xodimlarni tanishtirishni so'rash, hujjatni ko'rish, advokat chaqirish, jarayonni qayd qilish, bayonnomani o'qish, e'tirozlaringizni yozish va kerak bo'lsa prokuratura, yuqori turuvchi organ yoki sudga shikoyat qilishdir. Men yana bir bor ta'kidlayman. Huquqingizni bilish militsiyaga dushman bo'lish degani emas. Qonuniy xodim ham tartib bo'lishidan manfaatdor. Noqonuniy harakat qilmoqchi bo'lgan odam esa aynan sizning bilimsizligingizdan foydalanadi. Agar siz yoki tanishingiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Eshikni taqillatishdimi, hujjat ko'rsatishdimi, tintuv qanday o'tdi? Savollaringizni ham qoldiring. Keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday bilim har bir xonadon uchun kerak.